Atmosferaga bitta baho bering aka. Tabiati go'zalligiga qo'shimcha chiroy berib turadigan atmosfera. Cha. Nari tomonlarda ham bor. 1 2 3. Ana senga. Bu atmosferani uchastkamizga qilganmiz. Bu ikki xonali yashaydigan xonamiz. Bu yoqda Amazonkamiz. Kecha video qilgan edim YouTube'ga. Amadinka qushalarimizga valer qilganmiz. Bu yoqda 50 par oddiy balnisli papugayga joy qilganmiz. Bu ayvon yo'lagimiz. Qish paytida klyonka bilan to'sib, mana kletkalarni yaqinda olib keldik va 50 par qushga joy yasadik. Maqsadimiz 100 par oddiy balnisli papugay. Sherzod Instagramda shaharli fermer akkauntini yurgizaman. Ozgina shovqin qorovda svetlarini o'chirib qo'ydim. Hech svetsiz bo'lishi mumkin. Sahar 6 video olyapman. Bu YouTube'imizga nasib bo'lsa 3-videoyimiz. Bu yoqda Amadinkalarni oldik, o'rdaklarni oldik. Hozir endi navbat qushlarga. YouTube'da ham, Instagramimizda ham parandachilik bo'yicha polniy obzorlar, polniy ikir-chikirgacha, noldan to shu eng tepaligigacha chiqish maqsad. O'zimizning tajribadan kelib chiqib, obunachilar bilan bo'lishamiz. O'zimizning tajribamizdan kelib chiqib, har xil bir dori-darmonlari, vitaminlari, yemlari, shularni hammasi bilan obunachilar bilan bo'lishamiz. Nasib bo'lsa hozirgi obzor uy sharoitida balnisli papugaylardan qancha pul topsa bo'ladi, qancha rasol qilish kerak, shu haqida bo'ladi. Bu kletkalarni biz ham bozordan olganmiz. Oddiy yog'ochdan yasalgan kletkalar. O'zimiz oxlab, ko'klab, lampalarini qo'yib, chiroyli hafsala qilganmiz. Rejamiz 100 par mana shunaqa balnisli papugaylardan qilish. Bular oddiy balnisli papugay mramor akras degan rangligidan, rangi mramor deyiladi. Aynan nimaga mramorlar to'playman? O'zimda hobbi bor, mramorlarni yaxshi ko'raman. Bu yoqda polностью mramorlarimiz, bu yoqqa ham mramorlarimiz, mana yerda ikkita kletkamiz qoldi. To'lmagan narsa bo'lsa, buni ham oz-ozdan qilib to'playmiz. Hammasi tayyor tuxumlagan va bola ochgan. Bolalarni ham sekin-sekin obzor qilib beraman. Hammasi bola ochgan qushlar, tayyor qushlar. Nimaga aynan qushni tanlaganmiz? Qush byudjetliroq, oz-ozdan to'plasa ham bo'ladi. Sirazu qo'y molga yopishmadik, qo'y molga hali tajribamiz yo'q. Mol qo'y boqqanmiz, lekin sirazu olganda byudjet yo'q. Hammada ham tabiiyki shu holatga hozir ashinga bular 200 ming turgan taqdirda ham hozir qish paytida 120 ming so'mda bir parasi, hozir 200 mingni ko'tarildi. Undan ham teparoq, undan ham balandroq bo'libdi. O'rtacha 200 ming so'mdan har bittasini olgan taqdirda ham sekin to'plab olsa bo'ladi. 100 par qush har bittasi o'ziga joylashib, bolalashtirib boshlagandan keyin o'rtacha 3 donadan qush olib chiqsa, o'zi aslida 6 tagacha, 7 tagacha qush olib chiqadi. O'rta balansini olganimizda 3 donadan qush olib chiqsa, o'rtacha 300 ta qush bo'ladi. Bir para malodoy hozir balnisli papugay qushi 90 ming so'mdan 100 minggacha bo'lyapti. 100 ming so'mdan bir parasi 100 ming bo'ladigan bo'lsa, sizda 300 ta 150 para bo'lib ketadi. Buni ham albatta sabr, qunt bilan ancha mashaqqat bilan yetiladi. Har qalay qo'y mollarga qaragandan ko'ra buni mehnati sal yengilroq. To'g'ri, endi qo'y mollar ancha barakali narsa-yu, lekin bu aytilgandek byudjetli variant, qo'shimcha doxod xolos. Qo'y mollardan ham yetishtirib yurilaveradi. Bu oshqocha zanachkadagi pullarni ko'paytirish maqsadida qilinadigan pul manbai bo'ladi. Nasib bo'lsa, biz ham shu maqsadda qilganmiz. 200 par Amadinka qushidan va 100 par oddiy balnisli qushidan yetishtirishni reja qilganmiz. Bizning fermamizga qo'shimcha daromad, bizning oshqocha mehnatimizni talab qilmasin. Boshqa ishlarimizni ovora bo'lganimizda bular ko'payib, xudo xolasa bir 500 ta bo'lganda, nasib bo'lsa bir sotganda balkim shu qo'chqar, qanaqadir bir buqa yoki kattaroq bir sigir olish nasib qilib qoladi. Maqsad shu. Amadinkalarimiz xuddi shu. Hozirda 50 parida yana bir 10 dona qo'shildi, o'zlaridan ko'paydi уже. Bu ham sekin-sekin nari tomonga chiqib ketadi, xudo xolasa. U tomonda qilinadigan ishlarni ham bitta obzor qilib beraman. Bu qushlarda ham o'ziga yarasha minus tomonlari bor, plus tomonlari bor. Hammasi bilan bo'lishib boraman. Nasib bo'lsa, atmosferamiz shu. Bugungi bularda spes ujini, avashli salat, beta, bedana tuxum bor, makka jo'xori bor. Makkani ham xolasangiz qaynatib berasiz, xolasangiz konserva bankada sotiladigan. Men vaqtim yo'q edi, qaynatgandim, mana konserva banka degan oldim. Albatta juvorini qaynatib berish kerak. Beta bolgarskiy to'g'rab beramiz, ukrop va kashnish. Bu yoqda brokoli degan ko'kat bo'larkan, shundan. Brokolini bedana tuxum bilan shu ochib turib, asha yeriga qo'yib qo'ysangiz bo'ldi. Ular o'zlari cho'qib kerakligini yeb oladi. Bedana tuxumni ham xuddi shunaqa. Juvori, makkani blenderdan chiqarib turib, bedana tuxumni aralashtirib borsa ham bo'ladi aslida, lekin men makkani o'zi g'ajib yesa, o'zi tomosha qilib maza qilaman. Mana juvorini ham xuddi shu o'zlari g'ajib yeydi. Bularda har bittasiga alohida o'zlarining yem idishlari bor. Mana shu yem idishlarga solib bersak, xudo xolasa vitamin bo'ladi. Bu speskovrin bir oyda bir marta beriladi, rasa bo'lmasa bir oyda 2 marta beriladi xolos. Ko'p-ko'kat berib bo'lmaydi odatda qushlarga. Ichi o'tib ketib qolishi mumkin, katta ehtimol. Fruktoviy salatani yaqinda qilgan edim, Instagramga qo'ydim. Fruktoviy salatlar ham qilib beriladi. Apelsindan tortib mangolargacha rasa yeb qo'yishadi. Oliblar bu qushlar. Bu qilish jarayoni bilan bitta bo'lishaman. Nasib bo'lsa, nari tomonda quyonim bor. Quyonni ham eng olibtasi. Kalta o'zi kichkinagina, nomi esimdan chiqib qoldi parodasi. Hozirgi O'lik bozorda ham eng olibta quyonlardan. Bunimiz yaqinda bolaladi. Nariyada quyon fermamiz bor. Faqat mana shunaqa karlik baran, karlik bir narsa degan zotli quyonlarimiz bor. Buni ham fursat bilan, vaqt bilan quyon fermani ham afzal qilaman. Quyon ferma ham xuddi shunaqa. Qo'shimcha daromad manbai xolos, boshqa narsa emas. Yemini suvini berib qo'yamiz bo'ldi. Boshqa ishimiz ham yo'q ular. Tug'adigan mahalda shunaqa issiq joyga olib kirib qo'yish kerak. Yaqinda 2 marta
bola o'ltirdik. Ancha sovuq bo'lib ketgan paytda qaramay qoldik, bolasi o'lib qoldi. Shuning uchun olib kirib qo'yganmiz. Buni ham bitta jarayon davomida bitta obzor qilib beraman. Bu karlik qulog'i kalta quyonimiz. Bismillah. O'zi eskidan quyonchilik bilan shug'ullanganmiz. 100 bosh xikol go'sht yo'nalishida quyon boqqanmiz. Juda ham katta ziyonga kirib ketib, bankrot bo'lib ketgan edi. Endi bunaqa zotlilarga o'tdik. Go'sht yo'nalishida ham vaqti kelib qachonlardir qilishimiz mumkin, lekin hozir zotlilarini boqib, chiroyli daromad qilayotgan akalarimiz bor Andijonda. Shulardan o'rnak olib, shulardan o'rganib, mana shu zotlilarini olib keldik. Bu quyonimizni zoti esimdan chiqib qoldi. Kalta quloq, shunaqa karlik deb qo'yadi. Olibta ranglardan. Betini ham qarang, juda chiroyli. Bularda odatda bolasi zoo magazinda rasa zo'r ketadi, zoo magazinga topshiriladi. Bolachasini ham ko'rsataman hozir. Bu 7 ta bola tug'di. Odatda 3 ta 4 ta tug'ardi. Xudo barakasini berib 7 ta tug'di. Eson-omonlikda endi katta qilsa byudjetga plyusda menga qarang, bunaqadan naryoqda 8 ta bor. Aynan bunaqa emas, bunaqadan 2 ta, yana boshqasi, yana 2 ta yaqa jup-jup qilib olganmiz. Hozir yana 2 tasi bo'g'oz. 7 ta bolani eson-omon chiqib oladigan bo'lsa, har bittasini 100 ming so'mga sotiladigan bo'lsa, 700 ming pulda menga qarang. 700 ming pul qo'shimcha doxod-ku. O'rdakni yemini qoplaydi, qushni yemini qoplaydi, nimadir qoplab turadi-da. Qolgan qilayotgan asosiy ishingiz o'zingizga toza qolaveradi. Maqsad informatsiyalar bilan bo'lishish, kirdi-chiqdilar bilan bo'lishish, insonlarga manfaat bo'lishish. Mana bolachasi. Asalligini ko'ring. Voy. 12 fevralda tug'ildi bular. Voy. Betini yungi ham, belidagi yungi ham xuddi o'ziga o'xshagan. Asalligini ko'rsangiz buni. Ferma bo'lgandan keyin har bittasiga baribir vaqt ajratiladi. Qo'shimcha daromad teshib chiqmaydi hech kimga. Beton qushlar ko'pgina, shuning uchun sal ko'proq olgandim. Ko'p berish ham ziyon. Bedana tuxum albatta bir kunda 2 mahaldan berish kerak, yoki bir donadan yoki 2 donadan. Agar qush ko'proq tuqqan bo'lsa, iloji bo'lsa bir kunda 2 tadan 2 mahal bergan ancha yaxshiroq. Agar qush ko'proq bolalagan bo'lsa, 7 tami, 6 tami bir kunda 2 mahal 2 tadan berganingiz ancha yaxshiroq, foydaliroq bo'ladi, qorni to'yadi. Makka ham, juvori ham xuddi shunaqa. Qornini to'qishadi. Propan xuddi shunaqa 1 santimetrdan 1,5 santimetrdan to'g'ri bersiz, aralashtirib olsangiz, har qanday vitamin bo'ladi. Ko'p berib bo'lmaydi lekin. Kashnich. Bu brokoli ko'kati ekan, uzun daraxtga o'xshar ekan, men mayda-mayda qilib to'g'rab oldim. Mashina turishga beriladi, kerakligini cho'qib yeb oladi, butunlicha beriladi. Juvoriga makkani qo'shib olsak, xolasa juvorini, xolasa makkani yeydi-da. Bu makka tayyor, marinovni makka. Bunaqa konserva idishda bo'ladi. Xohlaganlar bundan, xohlaganlar oddiy o'zimizda joylari pishmagan makkani qaynatib bersa ham zo'r bo'ladi. Meni vaqtim yo'qligi uchun qaynatib o'tirmadim. Ularni boqishdan qiziqarli joyi ham shuda, har xil narsalarni berasiz. O'tirayapman, chug'u-chug'usini buzilmagan asabizni buzib o'tirasiz, chug'u-chug'usini eshitib. Hazil. O'ziga yarasha gashti bor buni ham. Asosiy daromad ham bularni olib sotishlik emas, 100 tani ishlagani qo'yib qo'yib, konveyer aylanib turaveradi. Ishlaydi, bolasini olib chiqib sotaveradi. Ishlaydi, tug'adi, bolasini olib chiqib sotaverasiz. Menga qarang, yana nima kerak, to'g'rimi? Tayyor tirikchilik bo'lgandan keyin qo'shimcha doxod manbai qilib ishlatsangiz yaxshi emasmi? Tanlab yo'radi-da maza qilib. Amadinka qushlarga iloji boricha bularni choperdan chiqarib berish kerak. Choperimiz ham bor, fermaga spesial choper olganmiz. Bu ko'katni faqat bedana tuxum emas, tovuqni tuxumi bor, o'rdakni tuxumi bor, qaynatilgan. Shuni choperga tashlab turib, bitta virilatib Amadinkaga alohida beriladi. Bular cho'qib, g'ajib yegani tumshug'ining kuchi yetmaydi-yu. Shuni evasiga. Bu ko'katlar tugagandan keyin qizilcha bilan sovuzib beramiz. Nasib bo'lsa, qizilchani ham juda ham sevib iste'mol qilishadi bular. Ularni to'ldirib bermaganim sababi yangi bersangiz maza qilib yeyishadi. Bo'lmasa ayni to'g'rishadi yemasdan. Ozgina sasib bo'lsa ham yemaydi bu qushlar. Bismillah. Bedana tuxum. Brokoli. Qani olinglar bo'ldi. Brokoli.
Foyda bo'ldi. Yeyishini tomosha qilib o'tirib zavqlanaverasiz. Charchoqlaringiz yoziladi-da. Kashishda ham maza qilib yeyapti. Tepadagi ham, pastdagi ham. Alades. Voy mashallah. Mana. Bir o'tildi maza qilyapti. Bedana tuxumdan berdik-ku. Ana. Uni ranglari bilan tanishtirib chiqmadim. Shoshilib ketibman. Ranglari ancha-muncha bozorga ham chiqmaydigan ranglardan. Rangni ko'ring. Ona rangni ko'rsangizchi. Oq hakkaga galoboy urishtirganmiz, sariq ham chiqdi ichidan. Ko'kat yeyishini ko'ring. Aytda молочный, bu 7 ta bola bor. Mana qarang yeyishini. Mashallah. Quribdi maza qilib yeyapti. Bitta bolalari bor. Bolalar bilan ham alohida tanishtirib chiqaman keyinchalik. Keyingi videolarda. Ana xushlarimiz. Bitta limon. Bu ham yaqinda 4 ta tuxum qo'ygan. Ham juda bir ajoyib rangli qushlarimiz. Ular ham vaxtama qilib o'z iste'mol qilishyapti. Juda ajoyib ranglar. Meta juda ham qimmat bo'lgan kanal ekanmiz bor. Yaqinda bunga daraxtni ichiga klip yasaymiz. Mayda rosa bir qimmat rangi bor. Mana voyenniy svet deb qo'yarkan buni. Yaqinda olib keldik buni rang. Rang juda ham kamroq, rang juda ham kamyob rang. Meta ham bunaqa asal bo'lgan ranglardan. Bular oldindan yeb kelganda o'zi ta'mini yaxshi biladi. Ayniqsa juvorini o'ta ham maza qilib yeyishadi. Brokkolni qarang yeyishini. Mana sariq ham brokkolni yeyapti. O akam Makka bilan olib bora. Ular ham maza qilishyapti. Mana voобще mana hidini sezyapti-da. Ha, sog'ingan. Manzarani ko'rsangizchi. Ko'zlaringiz quvonadi bu manzaradan. Ko'katda ham maza qilib yeyapti. Tirikchiligimiz shu parranda turlari bilan o'tadi. Parranda olamiz, sotamiz, o'rdak olamiz, o'rdak sotamiz. Qora bosh o'rdaklarda mana amadinkalar ko'paydi ancha, qushlar. Mana shu jarayon bilan nasib bo'lsa YouTube'da ham, Instagramda ham bo'lishib boraman. Foydali kontentlarni ko'paytirishga harakat qilaman. Maqsad o'zi shu, foydali kontent bilan jamiyatga ulashish. Insondan insonga yaxshilik qoladi. Salomat bo'linglar. Kontentlarimiz yoqayotgan bo'lsa, podeshka qilib qo'yasizlar. Salomat bo'linglar.